Bir kuni er xotin janjallashib qolishdi. Eri ham ayolidan, ayoli ham eridan ranjigan. Bir uyda, bir dasturxon ustida, lekin bir-biri bilan gaplashmay qo'yishibdi. Uyda esa jimjitlik. Bir kuni eri qarab tur, seni bir boplayman deya qog'oz ustiga yozibdi. Meni soat 5:00 da turgizib qo'y. Muhim ishim bor. Xotini esa qog'ozni ko'rib indamabdi. Baribir ranjigandi. Ertalab eri uyg'onsa soat 7:00. Yostiq ustida esa bir qog'oz yotibdi. Qog'oz ustida esa turing azizim, soat 5:00 bo'ldi deya yozilgan edi.